Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Şark Türkistanlık kırındaşlarım, süyümlük kırındaşlarım, aziz kırındaşlarım. Bugün yine karşınlığa çıkıp kaldım. Aslında rastın desem sözlüğüm mükemmeydiğen bop kaldı. Kompüterini varaqla bassam, men sözlemekçi olap, bultuğuluda normal ve qarallik sözleyatkan vaqtdaki kızgınlığımda hazırlap koygan bazı tezisler turuptu ki. Şunun içindeki sözlenmegeninden birisi bu ki. Bunun gumu bek çık ikilendim. Ya bugün üçün bunun kançılık ahmiyeti var. Bunun kimge paydası var. Kim bunu düşünüdü. Kim bunundan paydalandı degen. Suallar meni işkilendirip ahir bugünge geldim. Bugün ahiri bunu ortaklaştırarak geldim. Yani bekat olgandan bekar işler degan hikmet fikre şu burun qilib koygan tezisken niyet qilib koygan bir mavzu ekan. Şunu bekat o'g'icha so'zli yutib qutulaydi. Endi bu mavzu siyaset degan nima? Belkim bu mavzuni ko'rgandan keyin nurg'un Uyg'urlar kulib ketishi mumkin. Çünkü Uyg'urlarning hammasi degidek siyosiy bo'lganligi uchun siyasetni bilimiz deb o'ylaydi Uyg'urlar. Siyasetni biladigan, bundaq bilimdan her birisi dünya vaziyetini analiz qilib, davlat so'rayotgan padişahlar, prezidentlar, diplomatlarni yaratmay gap yo'g'iltib turadigan bir xalq uchun bu temani so'zlash haqiqatan bir yiqidan qarasa kulkulik. Goya hammaylar bilimiz-da siyasetni, bilgan nimani deb beramten demoqchi bo'ladiganlarmi halichiq. Endi shuni oldin deb qo'yay, bu bir ilmiy tema. Bunu tushunish uchun ma'lum saviyada o'mash kerak. U yer bu yerdan anlamagan qaçta gapli yüzünü bilimli olib ketgandek sanaydigan bilarmanlar bu temani hazm qila olishini atayin. Yani bu ikki qo'shimiz birining arifmetikalik tushunilishi bilan tushunilibla 3 deb javob beriladigan turdagi tema emas. Şuna bir az diqqat bilan shundaqla kerak tepilganda tekrar anlash orqali manfaat ola olasizlar. Yani bu matematikalik tushunish kerak ikki qo'shimiz birini 3 debla aldirab dinapli javob berish bilan bilarmanlik qiladigan emas bu. Bu Golbach qiyosidagi yana bir turlik natijaga olib boradigan turdagi bir tema. Şuna biraz dikkatli bo'linglar va buni hazm qilgudek avvali yo'qlar avvaro bo'lmasin bo'ladi. Bo'lmasa hali qanday kichik boladek tushunib, andan keyindan shu kichik boladek savol chiqarib, saqal taqiliq qiladigan ish. Temaning o'ziga kelay. Siyaset goya bir uchuq tekst bo'lib, chegirisi belgilanmagan ahvolda
Bunun ahırıgı çıqqılı olmaydı. Uçuq tekst degen umumiy atalgı. Yani sizning tasavvur kuchingiz qanchalik chigirdi bo'lsa, shunchalik yaqicha kengaytkili bo'ladigan tekstlar. Chegara belgilenmagan. Etrafida chegirisi yo'q. Cheksiz uchuqchilikda. Ha, shunga o'xshaydi bu siyosatmi? Şuna bunun chegirisi belgilenish kerak, andin biz uni tushunadigan bo'lamiz. Siyaset bir türlük başkuruş yoki kontrolluk nazariyasi bo'lib, türünü sanab tugatanmaymiz. Max Weber bu haqda hatto eriga yo'l ko'rsatishga uringan ayolning siyosati deganni maqsad. Aşımı bir xil siyaset. Eriga yo'l ko'rsatishga urinadigan ayollar var. Umumen hamma ayollar urinadi qilib. Aşımı bir xil siyaset. O halda bu siyasetning cheksiz chegirasi. Demek siyaset hatta ikki dost arasida ko'rilishi mumkin. Çünkü dost degan bu ismning sifatlik holatida tanglik yo'q. Tepmeten olmaydı bu ikki dost. Bir üstün tüvellik, biqinish ve biqindirish münasebeti mevcut olur. Şu an münasebetni bir xil siyaset orqali amaliyleşadi. Şu sebepten biz bu yerda siyaset deganimizda bir siyasi birlikning, jumladan bir davlatning boshqarilishi yoki hukmronlik ta'sir ko'rsatish urinishlarining nazariyasi deb chegara chizishimiz mumkin. Bo'lmasa uning ayg'ig'i chiqqili olmaydi. Siyaset deganda ikki uchi bo'lib, bir uchida siyaset belgiliguchi yoki belgiliguchilar, bir uchida ijro qilguvchilar. Tushunishlik bo'lganda, bir uchida hukmronlik yoki egilik huquq, bir uchida bo'ysunish, itoat yotadi. Şuna egilik huquq va bo'ysunish yoki bo'ysunuvchilar haqida to'xtalishmi siyasetni tushunish uchundir. Bir siyasi birlik deganimizda kichik guruhlardan taki bir etnik guruhgacha. Yani mesela bizga nisbatan Uyg'urlar menfaatları bağlangan yoki menfaatlarining bir ekanligi talqinlari bilan bir arada toplangan to'plarning hammasini ko'rsatdi. Mushu gaplarni qanday tushundiganligimni bir muammo. Menfaatlarining bir ekanligi talqinlari bilan bir arada toplangan dedik. Buni xil o'ylashinglarga to'g'ri keladigan murakkab bir ifoda. Çünkü hayatta özara işenç qilishib, menfaatlarimiz bir değişip toplandıqlardan başqa omma deb ataladigan aqlliq padini menfaatlarimiz bir deb bir mumi ostiga toplaydigan ishim bor. O'zi bilib menfaatimiz bir yerga kelishimiz kerak deb toplangandan başqa. Menning menfaati bir juma deb birlari talqin qilish, menisiga quyish, tashviqot qilish orqali to'playdigan ish bor. Masalan, kommunistlarning sinf hukmi orqali butun dunyo proletarlari birlashinglar degan chaqiriq ostida to'plashga uringan kishilar aslida o'xshamagan millat, o'xshamagan davlat ve o'xshamagan menfaat guruhlariga mansub kishilar bo'lsa-mu, sinifiy kurash safsatasi orqali aslida bir-biriga rab kelmaydigan to'plarni bir araga keltirish urinishlari davom qildi. Hem bu urinishlarga necha 10 yillab oldinishmi bo'ldi. Endi biraz tushunishlik bo'ldi benimde.
Yani aşında toplaydığı aşma. Bunun da yani şunu mu görüveliş mümkünçülük var. Siyaset zörür tepilganda okşamagan topla ve karma karşı menfaat guruhlarını bir mumu tübü toplaş için birer ortak şuar, ortak gaye yarattı. Bunu çördügen halda elip verildiğin teşvikatlar arkalık ular arasındaki asli ziddiyet yoki qarşılıqlarni minimumga tushirib yoki unutildirib manfaatlarimiz bir degan qarashga keltirish orqali siyosiy nishonga xizmat qildira oladi. Yuqorida misoli berilgan kommunistlarning sinf hukmi orqali qilganiga o'xshash. Devlet deganimiz bugün itibarı bilen bir territoriyini asas qilib kuch yoki zo'rliq kuch qo'llanishning qonuniy gavdisi deyilishi mumkin. Bundaq deganlik qadimgi zamonlarda zo'rliq kuch qo'llanishning ancha cheklamasi yo'q edi. Yerlik beglardan toki mushtumzo'r har kimgacha her kim kuchli bo'lsa qo'llana oladi deganlik. Ammo bugun hozirgi zamon davlatlarda zo'rliq kuch qo'llanish faqatla davlatga taalluq bo'lib, yerlikdagi ijroatlarni davlat nomiga, davlatning qonunlariga asosan olib beriladigan bo'lg'achqa kuchni yanada davlat qo'llanayotgan hisoblanadi. Bu haqda Trotskyni bilasizlar qachon? Her devlet kuchga yoki zo'rliq kuch qo'llanishga tayinadi degan edi. Max Weber, bu Max Weberni tanıysizlar qachon? Jamiyatshunoslikning otasi deb atalgan germaniyalik Max Weber Trotskyning qarshiga qo'shiladi va shularni ilova qiladi. Bir vosita sifatida zo'rliq kuch qo'llanishni biladigan bir organ bo'lmasaydi, davlat degan hukmni yo'q chiqqan bo'ladi. Va buning tagida anarxizm deyiladigan alohida bir sharoit o'tirib chiqqan bo'ladi. Mana bu sababdan Max Weber zo'rliq kuch qo'llanish davlatga xos vositadir deydi. U holda devlet muayyen bir territoriya ustida qonuniy holda jismoniy kuch ishlatishning monopoli ekanligini ilgari suradigan insonlar jamiyati barliqqa kelganligini deyishga majburmiz. Bu jumlada territoriya davlatning xosligini ifodalaydigan muhim alohidalik ekanligiga diqqat qilingan. Xo'sh, u holda siyaset devletler arasındaki yoki devlet içindeki gruplar arasındaki hukukni o'rtaqlashish urinishinin yoki hukuk taqsimotiga ta'sir ko'rsatishning vositasidir deyish mumkin. Siyasetning tarkiblarining hammasida manfaatning ta'siri mavjud. Siyasetchi ya g'oyaviy yoki manmanlikni asos qilgan boshqa maqsadlar uchun xizmat qilishning vositasi sifatida hukuk kazanışga tirishadi yoki hukuk uchun hukukni qo'lga keltirish. Boshqa turli aytganda, hukuk tarafidan ta'min etilgan hurmatli bo'lish tuyg'usining tezini surish uchun tirishadi. Bu bizning ba'zi lider mavqesidagi kishilarimiz uchun uygun bir ta'bir bo'lishi aniq. Tarixdan beri kelayotgan siyosiy organlarga o'xshash davlatmi insanlar üstündeki igilik hukuk münasebetidir. Bu münasebet zo'rliq kuchning qonuniylaştırılışı arqılık desteklendi. Devletning mavjud bo'lishi uchun hukmronlik qilinadigan insonlar va hukmronlar sungan talablarga bo'yin egadigan insonlar bo'lishi shartdir. Ya'ni aholisi bo'lmagan davlat bo'lmaganidek itoat bo'lmagan ahvoldami devlet bo'lmaydi. Hukmronlik yoki igilik hukmi ko'lami chegarasi jihatdan o'xshamagan turlarda bo'lishi mumkin. Qadimdan kelayotgan urug'doshlik prinsiplari tarafidan belgilangan va muqaddaslashtirilgan hukuk. Diqqat.
Bu qanday huquq? Qabila oqsoqoli yoki urug' oqsoqolining huquqi. U bak qadimdan kelayotgan bo'lganligi uchun bunda qabila oqsoqoli yoki urug'ning oqsoqoliga butun atrofdagi jamoatda tabiiy bir hurmat bo'ladi, cho'qinish bo'ladi, itoat bo'ladi. Yana biri, ya'ni hukmronlik yoki egilik huquqninki turlari bu. Yana biri kishining o'ziga xos va odatdan tashqari. Buni mandacha aytsak, biz musulmoncha tilda Alloh bergan iqtidori yoki karizmasidan kelgan huquq. Huquqning turlari. Qanday ekan, biri qadimdan kelayotgan qabila oqsoqollari, urug' oqsoqollarining huquqi. Yana biri shu kishining o'ziga xos va odatdan tashqari iqtidori, Alloh bergan iqtidor yoki karizmasidan kelgan huquq. Bu karizma degan Uyg'urchada hozirgacha ishlatilmagan gap bo'lganligi uchun buni inglizchaning turk tilida assimilyatsiya bo'lgan nusxasidan oldik. Karizma sür, köt. Bu ikki hukmni o'z ichiga oladi. Sür. Ma'lum insonlarga biz tabiiy holda ixtiyorimizdan tashqari holda itoatda bo'lib qolamiz, hurmatkor muomala qilib qolamiz. Bu shu odamdagi tabiiy Alloh bergan iqtidordan hosil bo'lgan sür. Bu shu sürdan biz uning oldida boshqa yerda qilgan naynaqligimizni qilolmaymiz, boshqa yerda qilgan shalapata og'zimizning torimiz yo'q, vatildaydigan vatildaqligimizni qilolmay, da shuklab itoatkor bo'lib qolamiz. Bu shu shaxsdagi sürdan bo'ladi. Bu sür ayni vaqtda tabiiy bir huquq kuchi ham. Şuna bu karizma degan so'zning tarkibida sür va kuch degan ikki hukm yotadi. Bu nuqtadan biz bu karizmani sür kuch degan yangi bir Uyg'urcha termin yasab qo'llansakmi bo'ladi aslida. Karizma desakmi bo'ladi. Demek şu ikki huquqni deb o'tdik. Birisi qabila oqsoqollari yoki urug' oqsoqollarining huquqi. Yana bir tabiiy iqtidor va karizmadan kelgan huquq. Buning bu turmushimizda uchraydigan ba'zi alohida shaxslar bor. Iqtidori, bilimi, fazilati tufaylidan bir yurtning xalqi, bir shahar xalqi yoki hatto butun bir millatning hurmati yuqori bo'lgan shaxslar. Ama ma'lum bir siyosiy guruh tarafidan berilgan hech qanday huquq amali bo'lmasimi? Shunday bir kishilar itoatkor muomala qiladigan shaxslar bo'ladi. Masalan, bizning vatanimizda oxirgi chog'larda ko'rilgan bir karizmatik shaxs Abdulkimxon Mahsum edi. Asliyada eslar. Xitoylar uning karizmasidan qo'rqqanligi uchun suiqasd qilib o'ldirib. Bu karizmatik shaxslar tashkillanish uchun intayin muhim. Shunlashqa dushman kuchlar ya uning karizmasini tushirishga tirishadi. Har xil tuhmat, bo'xton va yolg'iz ishlar bilan yoki uni suiqasd qilib o'ldiradi. Karizmaning tashkillanishda muhimligi buningdan ko'riladi. Endi huquqning 3-xili kahin, baxshi degandek oldin bilarlik iddaosidagi yolvoshlar.
saylangan bir qurbeshi, kelishimlar orqali belgilangan elchi, büyük siyasi lider yoki siyasi partiya liderining namoyon qilgan karizmasi bo'lishi mumkin. Üçüncü xil huquq. Bu yerda ko'rsatilgan uch turdagi egilik huquq surguvchilar yoki hukmron o'rindagilarni qisqacha shundoq desak bo'ldi. An'anadan kelganlar, qabila, urug' oqsoqollari, qonuniy yo'l bilan saylanganlar, davlat yoki davlat organlari tarafidan vazifalantirilganlar. Tabiiy karizmatik kishiliklar, el ichidagi hurmatli shaxslar. Endi egilik huquq yurgizishning qarshi tarafi. Nima qarshi tarafi bo'lgan? Bo'ysunuvchilar tarafi qaraydigan bo'lsak, shularni ko'rishimiz mumkin. Bo'ysunish, itoat qilish degan har qachon qo'rqinch va umid shundaqla manfaatga asoslanganligini ko'ramiz. Hatto Allohga bo'lgan itoatmi mana shu uch omilga asoslangan bo'ladi. Do'zaxdan qo'rqish, jannatdan umid kutish va faniyda berishi tilangan boshqa manfaatlar. Ko'rdingizmi? İtaat, bo'ysunish. Nimadan kelib chiqadi ekan? Nimani asos qildi ekan? Qo'rqinch, umid va manfaat. Uch narsaga asoslanadi. Endi sizlar amaliyotga qo'yib bir tafakkursini qilib bakmanglar. Hatta Allohga bo'lgan itoatmi mana shu uch omilga asoslangan. Do'zaxdan qo'rqqanligimiz uchun Allohga itoat qilamiz. Jannatdan umid kutganligimiz uchun Allohga itoat qilamiz va faniyda ey Allah bana boylik ato qil, bana manfaat ato qil, bana bir bola bergin yoki meni kishilarga muhtoj qilmagin degandek mushu dunyoda tilagan narsalarimizni tamom qilib itoat qilamiz. Demak, har qanday bir itoatning aslida mana shu uch omil bo'ladi. Siyosiy egilik huquq va itoat qilguvchilar orasidagi munosabatmi shu? Ya zo'rliq kuchdan qo'rqamiz. Ya'ni biz bugun bir fuqaro sifatida davlatga itoat qilamiz. Nima uchun? Qonundan qo'rqamiz. Yoki amaldan tamoda bo'lish orqali itoat qilamiz. Men shunda gap anglaydigan bola bo'lsam, menga bijaning boshliqligini berib qolam degan tamom bilan. Yoki ma'lum manfaatlardan tamoda bo'lish itoatni keltirib chiqaradi. Xoin, munofiqlarning dushmanga ishlashinimi bu munosabat formulasi orqali tushunish mumkin. Ularni qo'rqidi, umid kutadi, manfaat tamom qiladi. Buning uchun dushmanga ishlaydi. Endi huquq yurgizuvchilar qanday qilib huquqlarini saqlab qoladi? Huquq yurgizuvchilarning qo'lidagi yordamchi vositalarning roli nihoyat cho'ng bo'ladi. Yordamchi vosita nima bu? Bular iqtisod, martaba yoki boshqa manfaat ta'min etadigan vositalar yoki qo'rqitadigan vositalar bo'lishi mumkin. Bularni to'g'ri hazm qila olgan vaqtingizda chet ellardagi tashkilotlarda ish oqmaslikning oqisidagi mexanikalik tutib turuvchi omillar sababini tushuna olasiz. Siyosiy hukmronlikni temsil etuvchilardek ko'rinadigan davlat ma'murlari yoki byurokratlar, kadrlar bosh huquqdorga uning qonuniy saylan bilan saylanganligi uchun itoat qilmaydi. İtiraf qilish tuyg'usi tufaylidanmi itoat qiladi. Buning yana boshqa sabablari bor. Qo'rqish va tama. Buningdagi texmi asosli omil bo'lishi mumkin. Ya'ni
Emilimden elevitemiki dep kokuş, jazalamdikin dep kokuş, hukukudan paydalanıp öç alamdikin dep kokuş. Qatarlıq kokuşlar. Ve tama. Östüremdikin dep tama kılıdı. Mukafat veremdikin dep tama kılıdı. Bu tamanın mı türleri var? Texmi içkirligende devletning beşideki baş hükümdarga bağılmış sebepleri memurlarda maaş, bazı mahallevi nüfuzlarda imtiyaz, cemiyetteki şeref, abroy, mertebe qatarlıklar hemkarlık sebepleri bulup baş hükümdar bilen boğan hemkarlıkni saqlashga mecburluk. Mana şu menfaatdarlıktan ayrılıp geliş korkuncudan barlık keladi. Eğer hükümdarlık faqatla hukuk dayangan ahvalda ma'lum maddi baylık qo'shimcha qilinmasa ish yurmaydi. Bu gap anlamakka bek sert. Mesela gaylik insanlar yüzünden gayet için iş qilivermemdi deyildi. Yoğun şuvarla, debdebilik çaylık ulug'var gaplar vaqt xarakteriga ega. İnsan zirkida bir chaqlarga kelganda. Şuna yanıla bu menfaatdarlık qo'shimcha qilinadigan gap. Eğer tug'ma yoki ajdodlardan kelayotgan hurmat, e'tibor, iqtidor qatorliq o'zidagi karizmaga tayangan bo'lsa, ya'ni davlat tarafidan bergan huquq tufaylidan emas, o'zidagi tabiiy karizmadan, ajdodlardan hurmatli bir oilaning adimi, cemiyette hürmeti bağlının bütün cemaatinin ve üzümüne ait iktidarlık, şundakla faziletlik ve bununla dayanılan bolsa, maddi menfaat bulmagan ahvalda mı, başlangıç devrini besiş mümkün. Ne için başlangıç devrini besiş mümkün? İnsan, nefsine yaratılgan insan, aşınımda mı ma'lum müddetten keyin zerikidi. Kotuldaydı, gap tapıdı. Aşınımı hürmetini düşürüp ve onu hürmetsizge aylandırgandan keyin andın onun itaatinden çıkış korunadı. Başlangıçta kağı keladi. Bir mezgillikке. Ama bu mu daimli menfaatsiz, zorluk güçsüz devam kılanmaydı. Kadimki zaman devletleri ve hazırki zaman devletleri degenini ancha-muncha ishlatib kelyapmiz. İlgari ishlatdik. Bu videoda ishlatyapmiz. Bunu konkret anqirib olganning foydasi ko'p. Kadimki zaman devletlerinin asası alayidligi qandaqdi? Hazırki zaman devletlerinin alayidligi nimalar? Bularni tarix o'qiganlar selishtirib bilalaydi. Qadimki zaman devletlarda devlet kitabi deyildigan hamma narsa amaliyotda baş hükümdarga, padişaha, sultanga, xonga tabi. Bazı yerlik beglerini sadaqatda tutup turuş için onunla devletinin ma'lum bir parça zimini, bir nahiye yoki bir vilayet suyurga qilib berishdan tartib birdemlik ko'ngliga yarab ketgan orda erkanlari, qo'mondonlar yoki ma'lum ma'murni tartuqlab keydirildigan to'ng'icha padişahning hukmi deydi. Qadimki zaman devletlerinde. Padişahning ağzından chiqsa qonun, buyruq. Bütün mülk padişahga tabi. O devletning ziminini mi xalagan adamga bir parçasını beraleydi. Devletning xazinasidan mi xalagan adamga tilla iyani qiladi, taqdim qilib beraleydi yoki ton keydirdi. Shunaqda
Hazırkı zaman devletlerinde baş hükümdar yoki cumhur reis yoki baş minister devletning bir parcha yerini birisiga suyurg'al qilib berolmaydi. Bunday huquqi yo'q. Devletga tava mulklar haqiqatan devletga tava bo'lib, baş hükümdarmı qonunlarda belgilengen ish haqqidan ortiq ololmaydi. Gerçi qaqti soqti qiladi, o'g'irliqcha qilishi mumkin nurg'un bularmi Asiya Afrika devletlerideki hükümdarlar. Kanunen ish haqqidan ortiq bir nima oladigan huquqi yo'q. İş taqsimotidagi o'xshamaslikdan kelib chiqqan yoki shundaqdek udum davom muqimlashib qolgan hozirgi zamon davlatlarida bir ishchidan raisgacha faqat qilayotgan ishiga ko'ra belgilangan maoshni oladi. Davlat tava mulklarni hech kim o'z oldiga hukm kesib bir taraf qila olmaydi. G'azina raisga emas, davlatga tava. Agar o o'zi bilgancha tasarruf qilmoqchi bo'lsa, u qonuniy jazoga tortiladi. Davlat boshlig'iga boqiy emas. Shundaqla davlatning boyligimi bir yerga, bir qo'lga to'plangan shaklda emas. Bu yo'sin hozirgi zamon davlatlarini texmi muqaddaslashtirish rolini o'ynagan bo'lishi mumkin. Huquqning taqsimlanishi ma'lum ma'nodan aqlga muvofiq bo'lib, bir jamoat, xon jamoatiga bir shaxsga markazlashgan emas. Buyukratlik davlat tuzilmasi hozirgi zamon davlatlarining alohidaligi. Qonun bilan idora qilish shakli davlatning asosiy hisoblanadi. Hozirgi zamon davlatlarida suyurg'onlikning amaldan qoldirilishi. Masalan, Yaqub Bey davrida butun Xotan viloyati Niyoz Ekinbekka suyurg'al qilib berilgan. Xotan viloyatidan elingan baj seliq alvan davlatga topshirilmaydi. Niyoz Ekinbekka topshirildi shaxsiy mulki hisobida. Lekin bu ablah ashiningimi qanoat qilmay Xitoyga selingan. Munofiqlik tabiatga singib ketsa, ayında olurlar. Hozirgi zamon davlatlarida suyurg'onlikning amaldan qoldirilishi ma'lum shaxslardagi mas'iylar, beglar, kinazlarning alohida huquqlarini, shundaqla ular tarafidan boshqarilib va ularning irodasi bo'yicha bir taraf qilinayotgan mulklarning hammasini, shundaqla yerlik beglar, kinazlarning o'ziga tava bo'lgan qurolli kuchlari yoki muhofazat qismlarining hammasini musodir qilib, davlat ixtiyoriga o'tkazib olish yiqidan go'yo padişahlık tüzümdikidinmi bekrek merkezleşken hukuk sistemisi kabi görünsümü, devlet deb atalgan bu mevhum mevcudatның muqaddasligi eşip, şahsның favquladdiligi cheklimga uchraganligini ko'rish mumkin. Qadimgi zamon davlatlarida padişah eng ustun, davlatdanmi ustun bo'lsa, hozirgi zamon davlatlarida davlat hammadan ustun bo'lganligini deyishimiz mumkin. Max Weber'e göre siyasetni kesip kılışının iki yolu var. Ya siyaset için siyaset. Ya siyaset vasıtası bilen hayat qamdaş. Ben hem de bunu bizden emeliyetimizge tatbiqlaydigan yerleri. İki yolu var. Siyasetni kesip kılışının iki yolu. Ya siyaset için siyaset. Ya siyaset vasıtası arkalı hayatını qamdaş. Şu işini qılayotganlik bedeliga maaş alış. Derhal insanlığa keladi. Bu qaysi zamandaki bu New York ştatının ştat başlığı Bloomberg'ma maaş almay başlıqlıq qilgan. Kaliforniya ştatiga saylangan kino artisti, kino cholpini Schwarzenegger meni saylasanglar men maaş almayman deb saylangan. Maaş almay ştat başlıqlıq qilgan.
Bu nima? Siyaset üçün siyaset. Bunun diyeni menfaat bağma, menfaat amili bağma şunda. Ba. Hürmetlik buluş. Hürmet kazanış, meşhur buluş. Bunundaki manevi menfaat. Maddi menfaattan vazgeçişme, onun manevi cihetteki menfaatini tehimi yükseldirgen bir amil. Siyaset üçün siyaset qilish. Belkim o'xshamagan turlarda bo'lishi mumkin. Masalan, kuchga tayangan huquq bo'lgan ahvolda kuchning payzini surish havisidan bo'lishi mumkin. Diqqat qiling. Kuchning payzini surish. Bu huquq deganning bek tatqiva narsa bu qarindoshlar. Va bunda desam bu hozirgina bizning yurt tashkilotlar, xil turli tashkilotlar onun bir tatның buluşu natayin. Eğer küç olsa tatı oludun onda. Küç. Degenini kılalaydıgan bolgan vaxtında. Sen bir nimani buyursan hop dep onu derhal beja keltirgen vaxtida andım bunundan bir tad alalaysa, bir lezzet alalaysa degan gap. Küçnün peyzini sürüş hevesidan buluşu mümkün. Küçkü dayanmagan, yani bugünkü Uyghur sergerdan hayatidagi siyasetga o'xshash, aqsida kuch bo'lmagan ahvollarda shon sharaf mastaniligidan bo'lishi mumkin. Ilgari men mushu turdikilarni saylanmay ko'nib qolganlar, saylanmasa yashayolmaydiganlar deb sifatlagan edi. Yana bu tur ichida ma'lum g'oyaga xizmat qilishni maqsad qilgan, şu g'oyaga atalgandila hayotimning ma'nosi bo'ladi deb siyoset bilan shug'ullanganlar. Shundaqla yana bir turimi bor buning ma'lum bir kuch tarafidan astribdan yo'llantirilganlar. Sen bu ishninki tizginini qo'lingga al. Buni tizginingni qo'lingda tutmasang bo'lmaydi. Can çıkesimi sen bunu kulağında tutsan dep tapalanganlar şuna qilishi mümkün. Siyaset arqılı hayat qamlash. Bu köpünçe igilik huquqliq devlet aparatlarida yoki siyosiy partiyalarda bo'lganlar uchun kuchga bo'lsin. Bizdek sargardan hayotda bo'lgan millatlardanmi maoshliq inqilobchilarni bu turga mansub qilishga bo'ladi. Asli beşide saylanmak günüp qilishdi, saylanmış chidab turolmaydigan bu odamlar keyin maoshga mumkinib qoladi. Shuning bilan amdiki huquq talishi texnik konkret manfaat uchun bo'ladi. Ma'lum manfaat, mayli moddiy manfaat yoki ma'naviy manfaat bo'lsin, maqsadga aylanib qolganda. Cho'qimki siyosiy maqsad faqat bir chumpardiga aylanib qoladi. Biz buni Sharq Turkiston davosi tarixiga nazar silib liderlik mavqesida ko'ringanlarning hayotiga tatbiq qilsak, ro'shan misollarni ko'ra olamiz. Tushundingmi buni? Agar maqsad, manfaat, mayli moddiy manfaat yoki ma'naviy manfaat olsun, maqsadga aylanib qolganda, cho'qimki siyosiy maqsad, ya'ni aslidagi davron qilingan g'oya faqat bir chumpardiga aylanib qoladi. Siyaset bilan iqtisodning munosabati mavzusida shularga diqqat qilish kerak. Agar siyaset bilan shug'ullanuvchi o'zi shug'ullanayotgan siyaset vositasi bilan hayot qamdayotgan bo'lsa, ya'ni buningdan boshqa kirim manbasi bo'lmasa, dastlabki maqsadlarda sifat o'zgarishi yuz berishi ehtimoli nihoyat cho'ng bo'ladi. Yani eğer dastlabda ma'lum siyosiy g'oya uchun ish qilayotgan deyilgan taqdirdami, keyincha iqtisodiy manfaat, inson nafs bilan yaratilganligi, manfaatning qiziqtirish kuchi qatorliqlarni nazarda tutganda vosita maqsadga aylanib qolishdek oqibat yuz beradi. Yani siyasetçi endi g'oyani azroq yodiga olib, iqtisodiy nafni ko'proq nazarda tutadigan bo'lib qoladi. Şu sebepten eğer siyasetçi pak buluşunu birinci orunga qo'ydigan bo'lsa,
özüde siyasetni vasıta qilmasını yaşayalıgıdek iqtisadi manba buluşı, ma'lum kasbi, hayatni qamdaydigan işi buluş kerak. Yana bir türlü aytganda siyasetni tashlagan, ya'ni siyosiy mavqesidan ayrılgan taqdirdimi yaşayalıgıdek asası buluş kerak. Şundala siyasi maqsad iqtisadi manfaatga o'rin bo'shatadigan ahvollar ko'rilmasligi mumkin. Bo'lmasa, yalang'och aytsak, siyosiy bilan shug'ullanishdan maqsadi pul bo'lib qoladi. Qarindoshlar, bu suhbatni mushaqqisi davom qilaylik. Agar tushunmagan yer bo'lsa, so'raydigan savol bo'lsa, videoning ostiga yozsanglar. Agar savolinglar ma'lum aqliylikka ega bo'lsa, tafakkurni g'idiqlaydigan roli bo'lsa, shundaqla bugunimiz uchun aktual bo'lsa, javob berishga tirishaman. Endi ayog'iga savol belgisi qo'yilganlar savolning hammasiga javob berishmi kerak emas. Hammanglarni Alloh topshirdim. Alloh hammanglarni salomat qilsin, tinch aman qilsin va niyat qilgan ulug'vor ishlaringlarni muvaffaq qilsin. Xayr. Xo'sh.